Yana bir O'zbekistonda yagona bo'ladigan salon, kuzov, hatto supportlargacha qora bo'lgan, lekin qalbi oq mijozlarimiz uchun Genesis GV80 Night Series bunaqasini aniq ko'rmagansizlar, tomosha qilinglar, sog' bo'linglar. Do'stlar, ochig'i bu mashinadan tushkim kelmay qoldi. Video obzorimizni mashinani qayerdan boshlashni bilmadim ochig'i. Bu mashinada eng yoqqan joyi do'stlar menga farasi bo'ldi. Fara haqiqatda juda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Ko'rib turganlaringlardek 2 qavatlik kunduzgi yorish chiroqlari. Sanab chiqdim, erinmasdan 20 ta linzalar kiritilgan. Xo'p, yonbosh hamda avarinka chiroqlarimizga e'tibor beringlar. Bu ham o'ziga yarasha juda chiroyli dizaynda ishlangan. Yonida va oldi tomonlarda ko'rishinglar mumkin. Oldi radiator shotkalarimiz do'stlar 2 qavatlik hamda 2 chiziqlik dizayn bilan ishlangan, to'liq qora rangda. Bu mashinada oq rangda o'zini topish qiyin, oq yoki boshqa ranglarda. Hatto mana Genesis logolarimizga e'tibor berasizlar, juda chiroyli dizayn bilan qora rangda ishlangan. Avtomobilimizda do'stlar Michelin eng qimmat sifatli shinalar bilan 22 razmer diska hamda e'tibor beramiz supportlarigacha qora Genesis supportlari bilan jihozlangan. Mashina yurganda Genesis logolari qimirlamay joyida turadi do'stlar. Do'stlar, avtomobilimizni aytish esdan chiqibdi. Mashina SUV, buni kupe varianti ham bor. Yonidan ko'rinishi juda chiroyli dizayn, qora diska, qora kuzov, haqiqatda qora supportlar juda go'zal turadi. Xo'p, avtomobilimizni orqa qismiga o'tamiz. Juda chiroyli dizayn, faralar haqiqatda 2 qavatli faral mashinani chiroyiga yana chiroy qo'shgan. Mana avarinkalarni yoqib qo'yganmiz. Xo'p, zadniy stoplar, hatto mana Genesis yozuvlarigacha qora rangda qo'yilgan. Xo'p, mashinamizni orqa bagajini bitta ochib ko'ramiz. Kattagina bagaj, do'stlar, bemalol yuk, ancha-muncha narsalar sig'ib ketadigan joy bor. Bu yerda mana ligrovka sidina, 12 voltli прикрутителlar hamda mashinamiz ko'rib turganlaringizdek 5 kishilik o'rindiqlar. Xo'p, orqa qismida nimalar bor? Do'stlar, mana hatto shtorkalarigacha bor ekan avtomobilda. Mana bu yerga o'rnatiladi shtorkalar. Bemalol tortib, mana yonbosh qismiga kirgizib qo'ysa bo'ladi. Ancha-muncha yuklar, u narsalar orqa tomondagi passajirlarga ko'rinmaydi. Xo'p, pastda boshqa narsa yo'q do'stlar. Avtomobilimizda orqa qismiga o'tamiz. Bagajimizni juda chiroyli ochishga qulay joy qilingan. Orqa salonga marhamat do'stlar. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek mashinamizda to'rala eshikdan albatta davotchilar bor. Orqa ashufkamizni ko'rsatamiz. Hatto hamma elementlar, dubu elementlargacha to'liq qora rangda qilingan, toza plastik, koja, beng, akustik, hatto mana akustikalarimiz rangigacha qora qilingan do'stlar. Buni salafanlarni yechmaymiz va ko'rib turganlaringizdek avtomatik shtorkalar juda chiroyli. Salonga ketdik. Xo'p, do'stlar, sidinalarimiz gullarga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli rombik sidina, oddiy emas, gullargacha juda e'tibor berilgan. Mana orqa tomonlargacha katta rombik sidina bilan ishlangan. Hop, napka koja. Bu yerda mana podlokotligimiz bor. Podlokotligimiz oddiy podstakanlik, multimedia sistemalari qo'yilmagan. Shuning uchun uni ochishga menimcha hojat yo'q. Hop, bismillah. Menimcha bu mashinaning orqasiga birinchi bo'lib men o'tiryapman do'stlar. Orqa o'rindiqlarda abagrev abduf alohida passajirlar uchun va klimat kontrol tizimlarimiz ishlab turibdi. Ko'rib turganlaringizdek hammasi sensor, deflektorlar va pastda hop zaryadchilar uchun joy, 220 rozetkalar hammasi keltirilgan do'stlar. Mashina haqiqatda juda kompleksni ishlangan. Hop, yuqorida ko'rib turganingizdek ikkala tomonda ham alohida chiroqlar bor. Bu yerda mana oynakchalari bo'lishi kerak. Bu ham hali salafanlar yechilmagan. Alcantara patolog, 2 ta luk do'stlar. O'tirib osmonni tomosha qilib ketadigan mashina. Xo'p, mana kichkina vishilkalarga, ilgichlarigacha bor ekan. Oldi salonga ketdik. Xo'p, do'stlar, salonimiz ichi qismiga marhamat. Lukni ochib chiroqlarni yoqolmasak, mashina ichi poli qora bo'lgani uchun yorug'lik yetishmayapti. Xo'p, birinchi navbatda biz rul kutib oladi do'stlar, juda chiroyli dizaynlari bilan. Hatto mana shu yerlargacha qora rangda Genesis logolari tushirilgan, to'liq multi rul. Sportivni emas, albatta dumaloq chiroyli
qo'shinli rullar va biza oldida mana ko'rib turganlaridek kamera kutib oladi. Bu bilasizlar shofyorga assistent sifatida, ya'ni uxlab qolganda ma'lum signallar beradi do'stlar. Xo'p, eshik afishkalarini tushuntirib o'tdik. Xo'p, oldi tarp etganimizda do'stlar bizni qo'shinli tarp etgan oddiy plastik emas, juda chiroyli head-up display va kattagina monitor, albatta sensorni ko'rib turganlaridek pastki qismlarda mana dubl elementlarimiz to'liq qora rangda ishlangan, deflektorlar, har bir elementlarimiz qora xrom detallari bilan va pastda bizni sensorli tablo kutib oladi. Ikkala shofyor passajirga alohida klimat kontrol, avduflar albatta hammasi alohida ishlangan, juda chiroyli dizayn. Xo'p, mana pastki qismimizni ko'ramiz. Bu yerda besprovodni zaryadka ko'rishimiz mumkin. UVC bu degani do'stlar, hozirgi paytda ultrafioletviy funksiyalar qo'shilgan. Shuni yoqqanda telefon, ba'zi narsalar bakteriyalardan tozalanadi. Shu funksiyalar koronavirusdan keyin qo'shilgan do'stlar. Mana qanaqa taraqqiyot. Xo'p, konsolimizga o'tamiz do'stlar. Bu yerda ham mana har bir elementlar qora, podstakanliklarimiz ikkita bor. Mana joystiklarimizgacha, xo'p, uzatmalar qutisi hammasi qora rangda ishlangan va drive mod tizimlarimizni ko'ramiz. Mashinada 4 xil rejim: Eco, Comfort, Sport, Formatic. Aytib o'tilgandek, mashinamiz to'rala balonni tortadi va oldida bizni kichikroq bardachogimiz bor va katta bo'lmasa ham yetarli darajada bor. Xo'p do'stlar, kartlarimizga e'tibor beramiz. Polniy full paket kartlardan ham ajratib olsanglar bo'ladi. Mana parkovka rejimlari, yurgizish, qulflash, orqa bagajniklarni ochish. Do'stlar, hozirgina mashinani abagresini yoqqanimda mana his qildim. Bu yerda mana barlarimizgacha isiyapti. Shu yerlargacha mana isitish funksiyalari qo'shilgan va bu yerda kichikroq barimiz bor. Xo'p do'stlar, menimcha asosiy narsalarni aytib o'tdim. Yuqorida ko'rishingiz mumkin ikkita lyuk. Do'stlar, ushbu go'zalligimizda kapot ostida 3.5 twin turbo V6 benzin dvigatel bilan jihozlangan 380 taga ot kuchi. Meni obunachilarimning fikri juda qiziq, shuning uchun ushbu mashinamizning narxini sir tutishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, nech pul baho bergan bo'lardinglar ushbu mashinamizga. Kommentariyalarda qoldiringlar. HM Group sog' bo'linglar.